Texnikumdagi ta'lim va muhit siz kutgandek bo'ldimi? Albatta, undan ham ortig'ini olyapmiz. Fotimaxon shu o'qishga kirgandan buyon qiziqishlari uyg'onib, yanayam hayotga bo'lgan, tibbiyotga bo'lgan qiziqishlari yanayam chuqurlashdi. Inoqligi, hamjihatligi, konkurslarda bo'lishi menga juda ham yoqdi. Albatta, men kutgandan ham oshiqroq darajada bo'ldi. O'qituvchilarning farzandingizga bo'lgan munosabati haqida qanday fikrdasiz? Ustozlari haqida fikrimiz ijobiy. Hammalari muomalalari, madaniyatlari, o'qitish uslubiy metodlari hammasi bizga yoqdi. O'z kasbini yaxshi egallayapti. Bilimga bo'lgan chanqoqligi yanada oshyapti. Shu bilimi bilan oliy o'quv yurtlariga kirishga harakat qilyapti. Xuddi o'zim singari tarbiya beryapti. Farzandimda ancha o'zgarish bor. Ulardan mamnunman. Sizningcha bu texnikum boshqa ta'lim muassasalaridan nimasi bilan ajrab turadi? Bizga shu texnikumda avvalo shu o'qitishga bo'lgan qiziqishini orttirishi, masalan, yaxshi o'qiganlarni mana yaqinda shu Samarqand loyihasini tashkil qilishib, testlar topshirishi, bolalarni, mana shu farzandlarimizni o'qishga bo'lgan qiziqishini uyg'otishi, Germaniya bilan bo'lgan shartnomalari, O'qituvchilarni juda talabchanligi bilan bolalarga bo'lgan mehri kuchaydi, insonlarni sog'lig'iga e'tibor beradigan bo'ladi. Birinchi darajada meni sog'lig'imga e'tibor beryapti. Masalan, o'quvchilarga e'tiborlik, hamjihatlikda maslahatlarni hamjihatlikda qilishar ekan, praktikalarga jonlik nima desamki, yaqinda bitta praktikalarini ko'rdim men. Haligi sichqonni kesib praktika qilishyapti. Juda menga shu narsa yoqdi. Masalan, boshqa o'quv maskanlarida, tibbiyot maskanlarida bitta joyda praktika qilishadi. Bularda ekstreni больницада qilishdi, oibiy raddom больницасida qilishdi. Boshqa ota-onalarga ham ushbu texnikumni tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, Sino tibbiyot texnikumiga farzandlaringizni beringlar, o'qinglar. Albatta tavsiya qilaman. Sizlarga tavsiya qilaman. Farzandlaringni Sino texnikumiga o'qishga beringlar. Juda o'zgarish farzandlarda katta bo'ladi. Mana birinchi kurs bo'lishiga qaramasdan meni farzandim ukol qilishni biladi, davleniya o'lchashni biladi. Organizmda qanday faoliyat ko'rsatayotganigacha biladi.